Selamünaleyküm. Bütün dünyadaki karındaşlarım. Barlık, Şarkı Türkistanlık, Oyğuristanlık halkımız. Sizlerge samimi salam, ali ihtiram. Uzun boldu sizler bilen ikramlı görüşmekle bugün yani qaytib görüşüp kaldık. Çünkü bizninki ziminimizde Xitayning besib ağınıga 70 yıldan artık vaqt bolgan bir paytda Xitay zo'ravonlarining, tajovuzchilarning ziminimizga besib kirgan kuni 10 ayning biri aldığımızda ketmişo. Mushu hafta aldığımızda kelyapti qarindoshlar. Men baldırlı sözlemiştim sizlarning ki dünya boyunca biz her yili özümüzdeki şu Xitay tajovuzchilarining ziminimizga qonunsuz besib kirgan kuniga qarshi namoyish ve narazılığımızı ötkazatdik qarindoshlar. Her yili bütün dünyadaki teşkilatlarning birisi to'xtamay, hammasi her yerdeki teşkilatlar nayt çoğ namoyishni mushu kuni ep berip Xitayga narazılığımızı bildirdigan bir kun qarindoshlar. Mana mushu kun aldığımızda yetib kelyapti. Mushundaq bir paytda Xi Jinpingning Junglan Xayriki üstel üstüde urush qilamdiq, qilmamdiq degan bir muzokaralar ep berilayotgan bir paytda biz Xitay tajovuzchilariga qarshi Washingtonda nayt çoğ bir namoyish Uyghur Amerika uyushmasining yetakchiligida çoğ bir namoyish o'tkazmoqchi qarindoshlar. Bu namoyishga hammanglarningki vaqtida chiqishini ko'pchilikning qilib qolmay, ballariңlargacha elib, og'zinglarga maskani taqab, mushundaq bir kunda taqabul turish, Xitoyga ovozinglarni anglatish, necha vaqtida mush besib olgan Xitoyning tajovuzchilarining qanchalik bizga qilgan qirg'inchiliklarini texmi pallaga ko'tarib va Amerikaning, bütün dunyoning, Yevropaning hammasining Uyg'ur xalqining bo'lib atgan fojiasiga, Xitoy Yahudi xalqining ko'ch-ko'chiga chiqib namoyish qilib, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli G'arb dunyosida bo'lsin, mayli islom dunyosida bo'lsin, bütün dunyoning biz uchun bizning to'kilayotgan qinimiz, ezilayotgan xalqimiz, dafsanda bo'layotgan farzandlarimiz uchun bütün dunyo yig'lab o'tirib chiqqan vaqtida biz o'zimiz bizga Xitoyning tajovuzchilik qilib kirgan kuni qarab tursak beknimiz ish bo'ladi. Shuning uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha uganlardan chiqib og'zinglarga maskani taqab, mushu bir kunga bir badal to'lishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Washingtonda biz Washingtonda ko'rishaylik. Washingtonda namoyishda ko'rishaylik 1-chesla. 10 ayning biri qarindoshlar. Ya'ni shu bütün dunyoda hozir hamma tashkilotlar o'zi turayotgan yerda 1-chesla namoyish uyushtirdi. Mayli Turkiyada, mayli Yevropada, mayli Avustraliyada, mayli Kanadada, dunyoning hamma yerida uyushtirgan namoyishlarga o'zinglar Turkiyada turayotgan barliq mening xalqim shu namoyishni bu qitim shundaq dag'dug'uluq, shundaq cho'ng, shundaq Xitoyning yurki xanjar bo'lib qadalgidek Xitoyga o'zinglarning ovozinglarni Xitoyga, bütün dunyoga va xalqinglarni uyg'otishga achqaligidek chiqishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Bu namoyishni bu yildan bo'layotgan namoyish emas. Her yili 10 ayning biri bütün dünya boyunca en çok namoyishni biz ep berib kelyapmiz. Hamma tashkilotlar ep berib kelyapti. Bir mi tashkilot to'xtab qolgani yo'q bu ishdan. Lekin bu qitimqisi o'xshamaydigan yerni men yuqorida deb aytib o'tdim. Biz uchun bütün dunyo qo'zg'alayotgan, o'zimiz qo'zg'alayotgan, xalqimiz bizdan umid kutayotgan, qon yig'layotgan dunyoning siyosati qing'roq pichoqning ustida nayt sezgir vaqtida biz dunyoga o'zimizning besib olingan zimin ekanligimizni, dal mushu kunda tajovuzchilarning bizga tajovuz qilganligini sadosini anglatadigan kun qarindoshlar. Shuning uchun mushu Washingtonda bo'ladigan namoyish olsun, dunyoning hamma yerida bo'ladigan namoyish olsun, dal mush kuni barliq o'tdag'anlar o'rninglardan qopib, uxlayotganlar das o'rninglardan qopib, yugurib ballariңlarga maskani taqab, mushu namoyishda shu maydonda ko'rishaylik qarindoshlar. Namoyishga qilib qolmanglar. Siyosatga aralashishdiganinglarmi, aralashmaydiganinglarmi? Hammasini Xitoy hukumat o'xshash qirg'in qildi, o'xshash dafsanda qildi, o'xshash bichora qildi. Shuning uchun men aralashmayman emas, hammanglar namoyish maydonida maska taqab maydonga chiqinglar qarindoshlar. Biz Washingtonda ve dünyanın hamma yerida ep berayotgan namoyish maydonida bir-birimizle uchrashaylik. Bu bizning jang maydonimiz. Rahmat sizlarga.